Bugun hammaga mashhur bo'lgan xonim tayyorlaymiz. Bu oddiy xonim emas, o'sha Chorsu bozorlarda sotiladigan bitta xola chiqib olib sotadigan eng mashhur xonimda hamma ham tayyorlashni bilmas ekan, lekin bu video orqali sizlar o'rganib olishingiz mumkin. Juda ham oson retsept, aniq va to'liq tushuntirib o'tganman. Birinchi bo'lib shunaqa piyoz va kartoshkani uzun shaklda to'g'rab, nachinka tayyorlab olasizlar ekan. Bunga piyoz va kartoshka, ziravorlar va o'simlik yog'i solib yaxshilab aralashtiramiz. Keyin yarim soat oldin qorib qo'yilgan oddiygina qattiqqina xamirni katta qilib yoyib olamiz. Bu xamirimiz oddiygina iliq suv, ozgina tuz, un va ozgina yog'dan qorilgan xolos. Hamma qoriydigan oddiy xamir, faqatgina qattiq qilib qorisanglar yetarli. Katta qilib yupqa qo'l ko'rinadigan tarzda yoyib bo'lganingizdan keyin ko'rsatilgan tartibda katta to'rtburchak shakllarga ajratib olasizlar. Keyin bo'lsa ichiga margarin xolislar solyushnilarni ozgina o'simlik yog'ga aralashtirib surkab olamiz va ko'rsatilgan tartibda uchirib olamiz.
Shunaqa sariyog' sotilgan xamirlarimizga xuddi shunaqa nachinkani sovib olib 3 ga bo'lib qo'yamiz, ya'ni buklab qo'yamiz. Pallalarni yog'lab, shunaqa katta-katta shaklda joylashtirib olib, yarim soatga montqozqonga pishirishga jo'natamiz. Bu orada ustiga qaylasini tayyorlab olamiz. Hamma siri ham shu qaylasida. Birinchi bo'lib piyozni yaxshilab qip-qizil qilib qovurib olamiz. Ustidan lazi yoki bo'lmasam bolgarskiy pomidorlar cho'rkadan chiqarib, aralashtirib sovursanglar, ozgina tuz bilan pishirsanglar shu yetadi. Eng katta siri bo'lgani bilan juda ham kam xarj narsa, 2 dona narsa ketadi xolos qaylasiga. Pishib chiqqandan keyin ko'rsatilgan tartibda xuddi shunaqa ustma-ustun joylab chiqamiz. Ko'rib turganinglardek, o'sha bozorlarda sotiladigan eng mashhur xonim tayyor bo'ldi. Oson deb o'ylayman. Agar yoqqan bo'lsa, bitta like va podpiskani ayamaysizlar. Kamchilik, xatolarini yoki izohlar bo'lsa, kommentariyada yozinglar, albatta inobatga olaman.